Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan 2026-yil 18-yilda asosiga tushgan aytayotgan bir misol yechimini ko'ramiz. Demak, fx funksiya grafikiga mana bu y teng 5x ga parallel qilib urinmalar o'tkazilyapti. Nechtadir urinma o'tkazilyapti va ular tenglamasi quyidagicha ko'rinishda bo'lsa, a1 b1 a2 b2 lar yig'indisi deyapti. Demak, urinma tenglamasini tuzib olishimiz kerak. Birinchidan bilishimiz kerak bo'lgan narsa, berilgan funksiyaga qandaydir x0 nuqtada urinma o'tkazilsa, bu to'g'ri bo'ladi albatta urinmamiz. fx funksiyadan bitta hosil olib urinish nuqtasi qo'yilsa k chiqadi, ya'ni burchak koeffitsient, to'g'ri chiziqli burchak koeffitsiyenti. Va yana bilishimiz kerak bo'lgan narsa, ikkita to'g'ri chiziq bir-biriga parallel bo'lishi uchun ularning k'lari bir xil bo'lishi kerak. Hozir mana buni k'si 5 o'rtoqlar, 5 bo'lyapti k'si. Demak, urinmani k'si ham 5 bo'lishi kerak. Xulosa, hozir mana bu funksiyadan bitta hosila olib urinish nuqtasi x0 ni qo'yamiz-ku, o'shanda k chiqish kerak. Urinmani burchak koeffitsiyenti u 5 ga teng. Chunki bu bilan parallel turibdi. Parallel bo'lsa, k'lar bir xil bo'ladi, bilasizlar. Ketdik. Hosila oladigan bo'lsak, x0 ni tushirib ketaveramiz birdaniga. Birinchi yuqoridan hosila oldan 3x + 1 ni hosilasi, 1 ni hosilasi 0, x hosilasi birligidan nima qoladi? 3 qoladi. Bunga ko'paytiriladi. Demak, mahrajda x + 2. Biz x0 + 2 deylik, birdaniga hisoblab ketaveramiz. Xo'sh, minus 3x 0 + 1 da o'zi bo'ladida, x + 2 dan hosil olsak 1 taqsim mahrajda x0 + 2 ning nimasi bo'ladi? Qavs kvadrat. Mana x0 lar qo'ydik hosil olib. Shunda nima chiqish kerak? K. K esa 5 ga teng. Parallel bo'lganidan chiqyapti o'rtoqlar. Mana buni qavs kvadratini ochadigan bo'lsak, bizda x kvadrat plus 4x0 plus 4 bo'ladi. Bu 5 ta oldiga ko'paytirishib o'tadi. 3 ta ichkariga ko'paytiradigan bo'lsak, ketdi. 3x0 plus 3 kare 2 6, qavs ochib yuborsak minus 3x0 minus 1 bo'ladi. Teng. 5 ta x kvadratga ko'paytirsak 5x0 ning kvadrati bo'ladi. 5 ta 4x0 ko'paytiradigan bo'lsak 20x0 bo'ladi. Plus 5 kare 4imiz 20 bo'ladi. Tushunarli bo'ldi hammaga? Xo'sh, endi qaranglar, bir tomonga olib o'tganmiz. Birinchidan bular yo'q bo'ladi. 6 bilan 1 ayrilsa 5. Nar tomonga o'tsa 20 dan ayriladi. Demak, 5x0 ning kvadrati plus 20x0 plus 15 bo'lib qoladi. Teng 0 ga. Ikkala tomonni 5 ga bo'lib yuboramiz. x0 ning kvadrati plus 4 ta x0 bo'ladi. Plus 3 bo'ladi. Teng 0. Qo'shganimizda minus 1 ko'paytirsak 3. Demak, x0 birimiz minus 1, x0 ikkimiz minus 3. Demak, urinish nuqtalari minus 1 bilan minus 3 bo'lar ekan. Mana shu nuqtada ikkita urinma o'tkazildi. Va ikkalasi ham unga parallel bo'ladi. Chunki k'lari bir xilda. Endi urinma tenglamasi qanday tuziladi? Urinma tenglamasi y teng f'(x0) bu bor bizda 5 ga teng. Va x minus x0 plus f(x0) bo'ladi o'rtoqlar. Ketdik. Birinchi urinmamiz f'(x0) o'zi 5 ga teng. Chunki bu k ni beradi har doim. 5 x minus x0 o'rniga minus 1 olib kelamiz. Shunda minus 1 bilan mana bu minus plus bo'lib ketadi. Plus endi fx0. fx0 hosila olinmagan joyga minus 1 olib borib qo'yishimiz kerak. Shuni hisoblaylik. Mana f minus 1. Bu hosila olinmagan joyga qo'yapmiz. 3 ko'paytirilgan minus 1 plus 1 taqsim minus 1 plus 2. X lar joyiga qo'ydik. Demak, minus 3 minus 3 dan 1 ketadigan bo'lsa minus 2 pastda 1 edi. Demak, minus 2 ni o'zi olib qolar ekan. Buni joyiga minus 2 kelar ekan o'rtoqlar. Shunda nima bo'lyapti? 5x plus 5 minus 3. Minus 2 edi. Demak, birinchi urinmamiz tenglamasi 5x plus 3 bo'lar ekan. Mana. A1 B1 chiqdi. Bittasi 5, bittasi 3. Ketdi. Ikkinchi urinmamiz f'(x0) 5 bo'laveradi. Parallelligidan x minus 3 ta olib kelib qo'yadigan bo'lsak, plus 3 bo'lib qoladi. Plus fx0. fx0 hosil olinmagan uzr joyiga mana x joyiga olib borib qo'yamiz. F minus 3. Demak, 3 ta minus 3 ko'paytirsak minus 9 plus 1 taqsim minus 3 dan 2 ketadigan bo'lsa minus 1 bo'ladi. Tepada minus 8 taqsim minus 1. Demak, 8 bo'lar ekan o'rtoqlar. Xo'sh, 8 tushadi buni joyiga. 5x plus 15 bo'ladi. Ichkariga ko'paytirsak plus 8. Demak, 5x plus necha bo'ladi? 15 ga 8 23 bo'ladi. Mana ikkinchi urinma. Demak, bu funksiyaga y teng 5x ga parallel qilib ikkita urinma o'tkazilar ekan, ikkalasining tenglamasi mana. Biz esa mana a1 b1 a2 b2 lar qo'shishimiz kerak. Ya'ni 5 qo'shilgan 3 qo'shilgan 5 qo'shilgan 23 qo'shadigan bo'lsak o'rtoqlar 36 chiqadi. Tushunarli bo'lgan umidamiz. Buni yaqinda DT imtihon topshiradigan yaqinlaringizga jo'natib qo'yasiz.